Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilarim, bugun sizlar bilan o'zgacha ovqat tayyorlaymiz. Turda kabob qilamiz. Turda nima deb so'rasangiz, bu mol sutini qaynatilgan qaymog'idan olinadi. Separat yoki gupida chalingan qaymog'idan bunaqa turda chiqmaydi, faqat qaynatilgan qaymog'idan olinadi bu turda. Buni hozir ovqat tayyorlaymiz. Juda ham mazali bo'ladi. Buni qishloqda yashaganlar biladi buning ta'mini va nima ekanligini. Hozir sizlar bilan ajoyib ovqat pishiramiz bundan. Bismillah deb qozonga yog'ini solishdan boshlaymiz. Ko'p yog' solmaymiz, chunki durdaning o'zida ham sariq yog'i bor ichida. Bolgarlarni maydalab kesib olamiz. Durda kabobga go'sht solish shart emas, chunki shundan shirin chiqadi. Yozni barcha ovqatlari shirin bo'ladi. Hamma svejiy berdi. Ham arzon bo'ladi yozni ham bo'lsa. Endi bolgarni kesib olishdan boshlaymiz. Piyozlarni ham shunday farak qilib kesib olamiz. Bismillah deb ishni qozonga bulg'or qalampirlarini solishdan boshlaymiz. Shunda juda ham chiroyli xushbo'y hidlar keladi. Birinchi bulg'or qalampirini solsa, ozgina qovurib olamizmi? Keyin esa piyozni solamiz. Tuz solib ustiga bug'lab qo'yamiz. Ikkalasi. Tuz solib ustiga. Endi og'zini yopib bug'lab qo'yamiz. Endi pomidorni kesib olamiz. Pomidor, bolgara va piyoz ezilib pishguncha pomidorlarni kesib olamiz. Mana pomidor va bulg'or qalampirini ezilguncha pishirib oldik. Endi pomidor solib ezilguncha pishiramiz. Pomidorimiz qovurilib suv ajratgandan so'ng kartoshkalarni ham solib qovurib olamiz. Mana barcha mahsulotlarimizni yaxshilab qovurib oldik. Ezilib pishdi, qovurildi. Kartoshka, piyoz, bolgara hammasi. Endi durdamizni solamiz oxirida. Va aralashtirib olamiz. Biroz qovurib, ozgina suv solamiz. Mana ozgina qovurib oldik durdasini ham. Endi qaynatilgan suv solamiz. Qotgan nonlarni solib, ovqat tayyor bo'lgandan keyin qotgan nonlarni to'g'rab ustidan solib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring shu usulda. Sizga ham yoqadi. Mana nonlarimizni maydalab to'g'rab kesib oldim. Endi unaga mana tayyor bo'lgan ovqatimizni solaman. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali bo'ladi. Ishtaha ochuvchi, yozda barchaga yoqadigan ovqat bo'ladi. Nonning ustidan mana shunday quyib olaman. Qaynona yoshlari katta bo'lganliklari uchun shunday nonni ustidan quyib olaman, yumshoq bo'ladi non. Sizga ham yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Juda ham xursand bo'laman. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Mana hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim, durdali non kabobimiz ham tayyor bo'ldi. Meni erinmasdan kuzatgan, podpiska va like bosgan, kommentariy yozgan barcha kuzatuvchilarimdan Alloh rozi bo'lsin. Barchangizga rahmat. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Allohning panohida bo'ling.